holat. Hop, suv lentani surib qotirishgan. Plazmasi ushashi uchun shu suv narsadan foydalanishga mana hozir ichi to'la ko'rasizlar. Bu narsa yig'ilib smesitrga borib, mantada setkasi bo'ladi, ko'rasizlar. Suv pasayishlari hammasi, davleniya tushib ketishi, shlankalar orasida smesitr mantada shunaqa kichkina mexanizm bor. Uni orasidan bir ninadan kattaroq bo'lgan teshuv bo'ladi. O'sha yerdan suv o'tib, bu yoqqa davleniya bo'lib tushadi. Ma'mil hisobiga bu to'lib qolsa, davleniya tushmaydi. Mana hammasi mana shunaqa narsalarni oqibatidan bo'ladi. Mana hozir o'sha qilib ketganlar dedi, biz bunday qilib tozalayapmiz ana ichidan. Tozalab, suvni chiqarib, bunga hozir yetmaganiga atkashi tushishi qiyin bo'ldi. Bunaqa ish qilinmaydi.